Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, yaqinqi 10 kun ichida Sharq Turkistonning Oqsu, Xotan va Qashqar rayonlaridan 1100 yosh Xitoy o'lkalaridagi zavodlarga avatilgan. Wuhan virus sababli nurg'un shahar va rayon qamal qilingan Xitoyda xalqning sirtqa chiqishi cheklangan edi. Lekin Uyg'urlarning virus rayonlariga ishlash uchun avatilishi xalqaro jamiyatning diqqatini tortdi. Xitoy bo'lsa Uyg'urlarga kasbiy mahorat o'rgatganligi va namoratlikdan qutuldirishiga yordam berib ishga o'rlashtirayotganligini jar solmoqda. Avstraliya strategik tadqiqot instituti yaqinda e'lon qilgan bir dokladda Xitoyning millionlagan Uyg'urni Sharq Turkiston ishchi-sirtidagi zavodlarga yutkab, dunyoga donliq markalik mahsulotlarga material ta'minlaydigan fabrikalarda majburiy emgak silayotganligi o'tirg'a qo'yilgan. Türkiye Necmettin Erbakan Üniversiteti bilen Karaman oğlu Mehmet Bey Üniversitetida Sharq Turkiston temasida yig'in o'tkazildi. Her iki faaliyetke Sharq Turkiston Madaniyat ve Hamkorlik Jamiyatining raisi Seytum Türk taklif bilen qatnashib so'z qildi. Karaman oğlu Mehmet Bey Üniversiteti İslami Bilimler İnstitutu bilen 7 Hilal Fikir ve Hareket O'quvchilar uyushmasi birlikte o'tkazilgan Sharq Turkiston temalik yig'inida so'z qilgan Seytum Türk, Sharq Turkistonning jug'rafiyalik o'rni, tarixi, Xitoy davlatining bostirish harakatlari, assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik siyosatlari haqida rasm va sin ko'rinishlari orqali ma'lumot berdi. Yana bir tarafdan Seytum Türk efendi Necmettin Erbakan Üniversiteti İctimai Fanlar İnstitutida o'tkazilgan Sharq Turkiston va Xitoy zulmi nomli yig'inda so'z qilganda, bu zulmlar 21-asrda va zamonaviy madaniyat borligi aytilayotgan bir rayonda texnika davrida qilinmoqda. Ota-onalarimiz bilan telefondami ko'rishamaymiz. Mendan 2020-yilda qanday qilib telefondami ko'rishamaysilar deb so'rashinglar mumkin. Bunun hayat şahitleri bu zalda yığında olturgan yüzlügen Sharq Turkistonlik qarindoshlaringlardir dedi. Faaliyeti yana Sharq Turkistondagi vaziyat aks ettirilgan teatr o'rinlandi. Faaliyetga yüzlügen o'qituvchi va o'quvchi ishtirok qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş iş becirgücüsü Tedros Adhanom Xitoyning Xubey o'lkasi Wuhan shahrida o'ttirg'i chiqqan yangi tipli koronavirusining dunyo miqyosida tez suratda tarqalayotganligi haqida davlatlarni har bir voqeani tepishga, tekshirishga, ayirib etishga, davolashga va har uchrashgan kishining izini qo'g'lashga chaqiramiz dedi. O Dünya Səhiyyə Təşkilatının Cenevadagi baş ishtabida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida yaqinqi 24 soat ichida 47 davlatda va rayonda 2736 Wuhan virusi bilan yuqumlanuvchi bayqaldi dedi. O yuqumdorlar sonining 100 mingga yetganligini aytdi va barliq davlatlarni cheklamalarni eng yuqori darajaga chiqarishga tavsiya qilamiz dedi. Xitoyda paydo bo'lgan Wuhan virusi tez suratda tarqalmoqda. Cuma kunigacha dunyoda bayqalgan yuqumdorlar soni 100 mingdan oshdi. 91 davlatga tarqalgan virus sabab o'tgan yili 12-oydan buyon o'lganlar sonining 3400 dan oshganligi mo'ljallanmoqda. Amerikaning Pensilvaniya shtabi Bucksnaysda Wuhan virus sababli 5 maktab vaqtli o'qish to'xtatdi. Bu 5 maktabda qachon o'qish boshlanganligi haqida bir ma'lumot berilmadi. Amerika miqyosida jami 267 nafar yuqumlanuvchi bayqalgan bo'lib, virus sababli 14 kishi hayotidan ayrildi. Yana bir tarafdan, Yevropa davlatlari ichida Italiyaning ahvoli eng og'ir. Juma kunigacha Italiyada Wuhan virusi yuqumlanuvchilar soni 3858 dan 4636 ga chiqdi. O'lganlar soni bo'lsa 197 ga yetdi. Virusning ta'siriga eng ko'p uchirgan davlatlar Xitoydan boshqa Italiya, Koreya va Eron bo'lib, Italiyada yakshanba kuni barliq maktab va universitetlarni taqash qaror qilindi. Darslarning 15-martdan keyin boshlanadiganligi mo'ljallanmoqda. Eronda bo'lsa, Tashqi ishlar ministri maslahatchisi 67 yoshli Husayn Shayxul Islomning payshanba kuni virus sababli o'lib ketganligi xabar qilindi. Eron miqyosida barliq maktab va universitetlar ta'tilga qo'yib berildi. Shuning bilan birga kollektiv madaniyat va tantarbiya faoliyatlari kechiktirildi, ishlash vaqtlari qisqartirildi.
Amerika bilan Taliban tinchlik kelishimi imzolab oradan bir hafta o'tmayla Afg'oniston poytaxti Kobulda qurolli hujum qilish voqeasi yuz berdi. Hujumda oz deganda 29 kishi o'lib, 61 kishi yaralandi. Hujumni hozirgacha bir tashkilot ustiga olmadi. Bu hujum Kobulda bir Shia rahbari uchun o'tkazilgan xotirlash faoliyati asnosida yuz bergan. Ichki ishlar ministrligining bayonotiga asoslanganda, ko'p sonda yuqori darajalik siyosiy qatnashgan faoliyatda yuz bergan hujumda oz deganda 29 kishi o'lib, 61 kishi yaralandi. Ikki hujumchimi alayda qism tarafidan o'ldirilgan. Talibanning bir bayonotchisi Twitter orqali bayonot e'lon qilib, hujumga mas'ul ekanligi haqidagi qarashlarni rad qildi.